Assalomu alaykum azizlar. Mana biz Toshkent aeroportiga yetib keldik. Iymon adolat nashri tashkiloti inklyuziv jamoasi yetib keldi Toshkentga. Biz Toshkent aeroportida kutish zalida kutyapmiz. Barcha reysni kutib o'tiribmiz. Hammaga yaxshi kayfiyat, ishlarga omad. Biz Toshkentda kutish zalida aeroportda. Все выкидывали, а у меня все оставили. Не, у меня тут все оставили. Ну, вот эта колонка была. У меня вытащили воду. Да, а вот наша колонна, где была, вот это все Ali. Мне все оставили. Ничего не Единственное, сейчас докопались до врача моего. А что там? Hammaga yaxshi kayfiyat, parvozlarimiz yaxshi o'tsin.